Nig'majon Inoyatov uzr so'rayman. Albatta biroz biz ham hayajondamiz. Endi ikkala sportchini ham yaxshi bilamiz. Ikkalasi ham iqtidor egalari. Olimjonni anchadan buyon o'sha yoshligidan buyon kuzatib kelaman. Kichik o'smirlar, kadetlar, yoshlar o'rtasidagi musobaqalarda ko'p bor ko'rganmiz. Va mana endi u kattalar o'rtasidagi musobaqalarda ishtirok etishga boshladi. Xuddi shunday fikr Javlon Yo'ldoshevda ham. Uni ham kichik o'smirlarda, yoshlarda, kadetlarda kuzatib borgan edik. Va mana endi kattalar o'rtasidagi musobaqalarda ishtirok etishyapti. Ulg'ayishdi ikkalasi. Ikkalasi finalga chiqishdi. Darhol Sultonov o'ziga xos kombinatsiya. Mustahkam himoyani ushlab turdi. Yo'ldoshev. Middle kick. O'ng qo'l, chap qo'l zarba. Yo'ldoshev qarshi olishga urinib ko'rdi. Low kick. Ikkalasi ham himoyalandi low kickdan. Mustahkam himoya ishlab turibdi. Mana shunday pallada himoyani ochishni yo'llarini topish kerak, shunday kombinatsiyalar bajarish kerak. Murakkab jihati shunda. Low kicklar almashinuvi. Front kick. Round kick. Bir necha santimetr qoldi, tirsakka deydi. High kick. Low kick o'tyapti, endi hisoblashadi bu zarbani. Har bir ochkoni, har bir zarbani yo'llash juda qiyin bo'lyapti bu bahsda. Qanday kombinatsiya yo'llashdan. Chiroyli kombinatsiya amalga oshirdi. Biroz joyda turib qoldi. Olimjon va Javlon jazoladi. Back fist. Faollikni oshirdi Javlon. Yo'ldoshev. Tashlayapti, birinchi raund yakuniga yetdi. 0-0. 2-2-2-3. Javlonni qo'llab-quvvatlashyapti, Yo'ldoshevni. Jamoasi. Ikkinchi raund. Hammasi 0 dan boshlangan, chunki hisob teng. High kick, low kick. Zarba o'tdimi hozir? Qo'ng qo'l zarba mana endi o'tyapti. Olimjon Sultonovda oldinga borish kerak, front kick. Chiroyli kombinatsiya, aylantirib hozir back fist yo'lashga harakat qilib ko'rdi.
Yana himoyani yorishga urinib ko'rmoqda. Biroz sarosimaga solishga urinyapti. High kick, kickdan so'ng, low kickdan so'ng himoyaga tegyapti. Sultonov ijrosida. Low kick. Yana bir low kick, high kick. Va oldinga tashlayapti Javlon. Foyda berdi. Back fist. Yaqinlashadi deb o'yladi Sultonov. Va qarang, biroz imkoniyat berishni berayotganligini bilgan Yo'ldoshev darhol tempni oshirdi va vaziyatni o'z tomoniga o'tkazishga erishmoqda. Ana endi Sultonovning navbati. Low kick. Qanday kombinatsiya. Uppercut va chap qo'l yon taraflama zarba. Low kicklar deyarli o'tmayapti bu jangda. Himoya tayyor turibdi. Qanday kutib oldi. O'ng qo'l cross bilan hozir Sultonov hisob yana tenglashmoqda. Low kick va ikkinchi raund ham tengli. Bir xil yaqin bu yerda hech qaysi hakamni nimadir deb bo'lmaydi. Bekzod Aliyev kelib hozir ko'rsatma beryapti endi. Olimjon Sultonovga munosib raqiblar, ikki kuchli sportchimiz. Bu tomonda Timur Muhammadjanov ko'rsatib beryapti. Va hal qiluvchi 3-raund do'stlar. Demak, hamon tenglik. 2 raund ham, hatto mana shu raundlar oralig'ida ham bila olmadik kim ustunlik kelishini, chunki juda munosib raqiblar, juda kuchli kickbokschilar, finalga bejiga chiqmagan ular. Middle kick. Kelasi ham endi borini beradi. Round kick. Havoda qolib ketyapti. Konsentratsiya maksimal darajada. Low kicklar almashinuvni bir vaqtning o'zida. Ikkin oldiga ikkita zarba farq bilan oldiga chiqyapti. Ana bu yerda high kick o'tmoqda. Mo'ljalga bordi hozir. Yo'ldoshev ijrosida. Front kick. Low kick o'tdi low kick. O'ng qo'l cross. Mo'ljalga bormoqda, lekin undan avval Yo'ldoshevning low kick zarbasi mo'ljalga borgan edi. Va yana o'ng qo'l zarba pastdan, biroz pastroqdan yo'llayapti. Olimjon Sultonov. Javlon qanday yo'l tutadi? Front kick imkoniyati bor beryapti. Albatta burchak etib turibdi unga. Imkoniyati bor berayotganligini yaqin masofaga kirib borib, o'sha kombinatsiyani amalga oshirishga harakat qildi, bitta zarba o'tkazgan ekan. Ya'ni yo'llashga muvaffaq bo'lgan ekan, to'g'ri qiladigan bo'lsak. Hamon durang, hamon tenglik. Hozir esa cross o'tyapti va Sultonov oldinga chiqib bormoqda. Ikkinchi raqam bo'lib chorlayapti o'ziga raqibni. Boradi Yo'ldoshev. Javlon boradi, high kick o'tyapti u ham. Himoyaga tegibdi. Qo'llar baland ko'tarilgan. Low kick. O'ng qo'lda to'g'ridan yo'llangan zarba aniq nishonga boryapti. 30 soniya vaqt qolmoqda. Qaysi sportchi g'alaba qozonadi? Chap qo'lga zarba o'ng qo'lda o'tyapti. Javlon Yo'ldoshevning zarbasi. Tenglik. Hozir 3-hakamni o'ziga chorlab ketish uchun astoydil harakat qilishadi ikkisi ham. 12 soniya. Middle kick. Yo'q. Javlon Yo'ldoshevning o'ng qo'l zarbasi o'tganligini qayd etishmoqda. 3 soniya. Nahotki jang yakuniga yetyapti. Mana bu bahs.
Jamshid Sindorov kelmoqda. Turnir homiylaridan biri. Bir-biriga hurmat saqlab qolganligi. Ular endi azaliy raqiblar. Faqat ringda. Hayotda do'stlar. Inoyatovning oldiga keldi, qarang, qanday drama u yerda. Dalda berdi Olimjon Sultonovga Jamshid Sindorov. Ezdalik uchun sur'at.